Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Zivir Minecraft. Bugungi videomizda sizlarga ajoyib motorlarni ko'rsataman. Va shu orada men sizlarga aytadigan gaplarim juda ko'p. Do'stlar, men masalan уже bu YouTube kanalni ochganimga 1 oycha bo'ldi. Ammo 17 ta obunachi. Bilmadim endi boshqalar qizlar stream qilsa 1 oyning ichida juda ko'p podpiskada faqat sizlar shunaqa boshqalar podpiska tashlayapsizlar, videoni ko'rib chiqib ketyapsizlar, hech bo'lmasa layk, komment ham yozaverasizlar. Men juda xafaman. Men normal video chiqarmayman, o'zinglar ham bilasizlar. Lekin mod qo'shishlarni men sizlarga o'rgatib o'tdim. O'zim ham mana shu sizlarga modlar ko'rsin, shular ham modlar o'ynasa mazza qiladi deb modlar chiqaryapman. Ammo sizlar ko'rib layk, podpiska bosmasdan ketyapsizlar. Уже 2 hafta bo'ldi video chiqqaniga. Xo'p, mana nihoyat kelib oldik. Mana qaranglar. Mana qaranglar, ular yangi modlar. Juda ko'p mod qo'shganman. Xo'p, sizlarga yana boshqa modlaringiz qani deydiganlar uchun u modlarni o'chirib tashlabman. Xo'p, bu yerda men mana bunaqa kompyuter modlari qo'shganman. Hozir sizlar kompyuter qilishni ko'rsataman, ulashni. Men o'zim uchun olmadim. Xullas bizlarga mana shu 4 ta narsa kerak bo'ladi. Agar sizlar printer qo'shmoqchi bo'lsanglar, buzib tashlagan hamma joyini, buzilib ketgan. Mana shu modlarni sizlar ko'rmoqchilar. Kompyuter qo'yiladi. Buni qo'yamiz. Keyin buni qaranglar, kompyuterni ochish uchun o'tirib bitta sel ochiladi. Va birinchi bo'lib biz internetdan kompyuterga yozamiz, kompyuterga ulanamiz, keyin printerga. Ulangandan keyin sizlar o'tirasizlar, kompyuter yopiladi. Wi-Fi ishlayapti endi. O'tirib turib Wi-Fi'ni kompyuter ochib keyin turib olasizlar, keyin kirasizlar. Bu yerdan sizlar routerga Wi-Fi chiqadi, ana shuni ezasizlar. Fayllar hech narsa yo'q bo'ladi, magazinga kirasizlar. Keyin maytdan mana maytda Behold Browser degan joy chiqadi. Ustiga bosib mana maytda insonni bitta ezib qo'ysizlar, tortiladi. Mana maytda. Hozir. Maytda chiqadi hozir. Xo'p, tortib olasizlar. Ko'proq ezishinglar kerak. Ezamani chiqasizlar, keyin maytdan aka sizlar mana qo'ynagan bo'lsanglar, Queen ezasizlar. Va shu yoqqa kira olasizlar. Endi buni grafikasini ham o'zgartirsa bo'ladi. Grafikasini nastroykalar bilan mana. Любой bittasini tanlaysizlar. Masalan, men mana shu yoqda. Men shuni ezasizlar. Bu mana chiqasizlar bundan keyin. Keyin kompyuterdan chiqmoqchi bo'lsanglar, hozir mana iPhone programmasini esib chiqarsam bo'ladi. Va ulangandan keyin bitta qog'oz chiqasizlar, bu yoqqa rasmiylansizlar, bu yoqqa chiqaradi o'zi. Chiqadi. Kompyuter modlari ichida mana bunaqa o'tirish stollari ham bor. Hali o'zim uncha tushunmaganman. Va biz keyingi modga o'tsak, bu uy uchun xos mod, men sizlarga ko'rsatganman. Bu ayniqsa seriallar uchun kerak bo'ladigan modlar do'stlar. Qaranglar. Bu blockbuster modi. Buni bitta qo'ysanglar mana. Masalan, sizlar video olyapsizlar. 2 kishi kerak bo'lyapti. Sizlar do'stinglar yo'q. Bitta blockbuster modini qo'yasizlar. Mana. Buni bitta etsanglar. Ichiga kirizadi mana. Bittasi qo'yish kerak. Telefonim qatyapti. Mana kirizadi. Sizlar bu yerda hali o'zim ham blockbuster modini tushunmayman. O'zingizlar YouTube kanallarni boshqalardan qidirib ko'raverasizlar. Shunaqa bo'ladi. Mana. Aslan hozir men sizlarga ozgina tushunganimni ko'rsataman.
Creeper qilaman masalan. Editni so'rasizlar bu. Chiqasizlar. Mana. Qarabsizlarki mana Creeper paydo bo'ldi. Endi keyingi modga o'tsak, blockbuster ichida yana boshqa modlar. Shunaqa o'zi ancha tushunmayman. Hop, endi undan keyin keyingi modga o'tamiz. Chill Speeds. Bu mod nima qiladi? Bu modda sizlar o'zingizlarga mana bunaqa kichkina joylar mana nesizlar joylar ochiladi. O'zim pasaytirib olaylik. Mana bunaqa joylar ochiladi-da, do'stlar, xullas hop. Ochilmayapti nimagadir. Bunaqa narsalar ham bo'ladi. Undan keyin sizlar eng zo'r tomoni unda jihoz o'ti hammasi birga qo'shilib ketdi. Keyin do'stlar, men juda zo'r narsalar mashina modi ham qo'shuvdim. Mashina modi o'chib ketibdi. Xullas, mashinaning bu narsalari mana warning deb chiqyapti. Ishlamayapti bu. Modimiz ishlamayapti. Shuning uchun uni o'chirib tashlash kerak. Keyin do'stlar, shu joyda video tugaydigan bo'lib qolyapti. Chunki men sizlarga juda ko'p modlarni ko'rsatib oldim. Agar shu modlar sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiska esdan chiqmasin. Men sizlarga nimaga oxir aytadigan gapim aylanmay qolyapti. Men sizlarga nimaga oxir aytadigan so'zim deyapman. Chunki do'stlar, men Minecraftda ketmoqchiman. Minecraftda menga yoqmayapti. To'g'ri, YouTube'dan ketasizmi dediganlar yo'q. YouTube'dan ketmayman. Juda ko'p har xil videolar chiqaramiz. Zivir Minecraftda dekkidan almashtiramiz. Masalan, qanaqa deklar bor? Topsak qo'yib qo'yamiz. Masalan, O'zbekiston deb qo'yishimiz mumkin yo shunaqa o'ylab ko'raman, hali o'ylab ko'rmadim deklar. Chunki menga Minecraft yoqmayapti. O'zim juda ko'p narsalar bilmayman, Minecraftdan tushunmayman. Men sizlarga lekin do'stlar, shuncha modlar ko'rsatdim, shuncha narsalar qildik. Agar mana shular o'rganib olgan bo'lsanglar, sizlar YouTuber bo'linglar albatta. Like va podpiska esdan chiqmasin. Sizlar bilan yana 2-3 kundan keyin qaytib kelamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.